Assalomu alaykum qadrli kitobsevar do'stlar. Do'stlik tumani axborot kutubxona markazi yangi zamonaviy kutubxonada o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. Keling sizlarni kutubxona faoliyati haqida yaqindan tanishtiramiz. Qani, ketdik. Dastlab kutubxonaga kirib kelishingiz bilan sizni registrator qabul qilib oladi va kitobxonalarga bevosita javob beradi. Shu bilan birgalikda bu atmosfera boshqacha. Kitobxonalar uchun maxsus monitorimiz bor. Bu yerda kutubxona faoliyatiga doir barcha tadbirlar, tanlovlar va shu bilan birgalikda kitobxonlik videoroliklari ham namoyish etib boriladi. Bu axborot, kommunikatsiya va texnologiya raqamlashtirish xizmati bo'limi xonasi. Bu yerda asosan kompyuter xizmatlari bor. Kitobxonalar uchun elektron o'quv zali, albatta kitobxonlar bevosita ushbu zaldan kompyuterdan foydalanishi mumkin bo'ladi. Demak, yana bir xizmat xonasi bu axborot bibliografiya xizmati. Bu yerda asosan o'lkashunoslikka oid bo'lgan barcha ishlar amalga oshiriladi. Shu bilan birgalikda bu ijodkorlar xonasi ham hisoblanadi. Mana endi sal tinchroq ovozda gapiramiz, chunki bu yerda kitobxonlar mutolaa bilan shug'ullanishmoqda. Ayni vaqtda kitobxonamiz kitobxonlar bilan gavjum. Barcha kitobxonlar o'zlariga yoqtirgan asarlarni tanlab mutolaa zavqidan bahramand bo'lishmoqda. Kutubxonamizda ayni vaqtda 25 mingdan ziyod zamonaviy ajoyib badiiy kitoblar o'rin olgan, turli yo'nalishdagi. Shu bilan birgalikda kutubxonamizga tashrif buyuring. Agar siz ham kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, mana bunday atmosferada kitob o'qib, mutolaa zavqidan bahramand bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.